Qoraqalpog'iston Respublikasida ham turli yo'nalishlarda iqtidorli yoshlar juda ko'plab topiladi, xususan IT yo'nalishida ham. Bugungi qahramonimiz ham ushbu yo'nalishda nafaqat o'zi yutuqlarni qo'lga kiritmoqda, balki ko'plab shogirdlar ham tayyorlamoqda. Nukuslik Atabek Murtazayev 24 yoshda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filialini tugatgan. Ayni kunda IT yo'nalishida faoliyat olib boradi. Freelancer sifatida ham ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan tadbirkorlar uchun ko'plab dasturlar yaratgan va u ishlagan dasturlar soha vakillari tomonidan samarali foydalanib kelmoqda. Toshkentdagi team komandalarga qatnasib, so'larning arqasында ko'plagan programmalarning quriluvi qalay tuzilganligini ko'rib chiqib, o'rganib chiqdim. Сол вақытқа шекем менің өзім істеген елем сайтлар, веб-сайтлар соқтым. Көбінесе магазин дүканларға, hamda шетел компанияларына да істеп көрдім. Sun'iy intellekt bugun butun dunyo dasturchilar izlanishlar olib borayotgan yo'nalishlardan biri. Bu borada ham qahramonimiz o'zining aniq fikrlariga ega. Sun'iy intellekt көбінесе расын айтсам, кейінгі жас avlodlar жақсы түсінеді. Себебі білесіз, қазір жас avlodlar уже толғаннан бастап гаджеттермен толып жатыпты да. Себебі бұл тарызды кетсек, біздер келешекте қандай да бір мемлекетімізге рауажлануына үлкен үлес қосады деп үміттемін мен өзім. Qahramonimiz bugun 18 yosh yigitlardan iborat freelancerlar guruhini tashkil etgan. Ushbu guruhda maktab o'quvchilari ham bor. Ular bu yerda ham ishlashni, ham daromad topishni o'rganishadi. Atabekning o'zi har oy eng kamida 10 million so'm daromad topmoqda. Wunderkind deb aytiladi. Сондай балалар hammasi talabchan, informatsiyani tez o'rganadi. People көрсетіп бердік та, қандай болатын, пайдаланып көреді. И бізге пайдаланып ұнағаннан кейін бізде олармен договор түздік. Һәм біздерге олар шарттама арқылы уже біздер оларды программасын, функционалын және рivojlantirgan. Maktab o'quvchilari asosan ushbu guruhda o'qishdan bo'sh vaqtlarda shug'ullanishadi, lekin ular ham hozirdanoq o'zlarining aniq maqsad va g'oyalariga ega. 8-класс o'quvchisiman. Connector Team бұл біздің командамыздың аты. Сол командада мен backend developer тарауын басқарып отырамын. Менің Connector Team'да жұмыс істеуім еш мектепке зиян бермейді, себебі мектептен бос уақытта күніне 2-3 сағат жұмыс істеп отырамыз. Баста өзі 2 проектіміз бар. Сол орташа проектте 3-4 айда $10,000 tavsiya bo'ladi. Freelancerlik kelajak kasblaridan biri, lekin yoshlarimiz ushbu sohani bugundan chuqur o'rganishmoqda va mamlakatimizga hozirdan boshlab investitsiya kiritishmoqda. Demak, sohadagi katta natijalar hali oldinda. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'istondan hududlar vaqti uchun.